Assalomu alaykum. 9-aprel. Bugungi kun ham yakunlayapti. Mana kampir shoxlarimizni 1 soatga, 1,5 soat, 1 soat, 1,5 soatga qo'yib yuboramiz. Shu yetadi. Misol ko'p yugurtirish kerak emas tovuqni. Masalan, o'sha protsentda tuxum tug'maydi. Bugun 100% tuqqan tovuqlar. 100% tuxum tuqqan bugun bular. 1 soat, 1,5 soat tosh-posh o'ziga kerakli vitaminlarni yerdan terib oladi. Shu bilan yashashaveradi. Hozir shomga yaqin uyga haydaladi. Mana shu tovuqxonamiz. Bog'cha. Haydab yuborish kerak. Ke bo'ldi bular. Yo. Agarotimiz yomg'irdan keyin zo'r bo'ldi. Aksiga olib yomg'ir ham juda zo'r mayin yog'di. Bugun kunduzi bilan juda mo'tadil salqin havolar bo'ldi. Allohga beadad shukr. Nihoyatda chiroyli, hamma yoq go'zal. Hamma yoq zangor. O'ta chiroyli. Maysalar yangi chiqqan. Hammasi odam uchun foydali narsalar. Hop. Bu qizilchalarimiz pishirib beriladi. Yağımızı albatta bu cho'jaxonaga almashtirib kiramiz. Xlor sepib qo'yilgan apparatimizda. Aytmoqchilik, mana bunaqangi xlor tabletka olib keltirdim. Az ko'rsatib o'taman. Bu albatta sepib turiladi. Bir kunda 2 mahal kiraverishlarga sepamiz. Mana xlor tabletka bir donasi 3 litr suvga. Bir donasi 3 litr suvga. Hozir o'ta kuchli. Mana. Kimdan kelmoqda? Tabletka. Mana abdezlarimiz polni batareyasi tugadi. Xudo xolasa umuman o'lim to'xtadi. Abdez suyularimiz. Qanotchadagi qora dog'chalar to'lib qoldi. Doniyorbek, mana kuzatib turgan bo'lsangiz jo'jalaringiz. Oqqadek top bo'lib turibdi. Mana jildonlari chiqib, osilib yotibdi. Ertaga qog'oz olib kelamiz, ustiga qog'oz so'ramiz. Qog'ozi tugadi. Ertaga qorin og'rib beramiz. 2 sutka vitaminli suv ichishdi. Fond vitaminli suvda. O'zimizni sendiylar. Hammalari yo'yilib, qonlari to'q yotishdi. Xo'roschasi. Mana shular 15 kunda qichqiradi. Xo'roschchalar qichqiradi. 10-15 kunda qichqiradi.
bahorda cho'ja juda chiroyli o'sadi. Tekis. O'zi bahor oyi hayvonlar ham ko'payish mavsumi yaxshi o'sadi. Havo juda mo'tadil. Salqin, toza, muzdek. İpni yeyapti-da mana. Shu iplarga ehtiyot bo'lasizlar. Yeb oladi ular. Olib tashladim. Jo'jalarimiz 40 kunlik bo'lishdi. Hali vaksinaga jichcha kechga qoldik. Qizlarimiz shu 2 kunda bo'shashar ekan. Olib kelamiz, qilib berishadi. 4-5 kun kechga qolib qoldik. To'rt 5 kun kechga qoldik. Olib kelib qilib ko'rsatamiz sizlarga. Lomin sendi tuxum yo'nalishiga jo'ja makyonlarimizga yarmiga zakaz olingan, yana zakaz olamiz. Manzil Qo'qonda, dastavkalar pullik bor, bemalol. Telefon nomerim 90lik 293 89 49. Shu video tashlaganimda Telegram silkasini tashlab qo'yapman. Kirib qo'shilib olaverasizlar bemalol. Telegram kanalimizda hamma savollarga javoblar o'sha yerda bo'ladi. To'g'ri kasalliklari, ma'lumotlar, nimaga qiziqqan, shu parranda bo'yicha qiziqqan savollar bo'lsa, albatta javob berib o'tamiz. Kommentariyaga silkasini tashlab qo'yapman. E'tiborli bo'lib qo'shilib olaveringlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.